Navbatdagi videoda qanday qilib avtopilot dasturi yordamida birja saytlariga tovar joylashtirish haqida ko'rib chiqamiz. Tovarlarim bo'limida tovar yaratish uchun ikki xil usuldan foydalansanglar bo'ladi. Masalan, mana bu joydan qo'lda qidirish orqali o'zingizlarga kerakli bo'lgan tovarni nomini va modelini yozib, uni ro'yxatga qo'shib olishinglar mumkin. Masalan, mana bu tovarni olib ro'yxatga qo'shaman va bir nechta tovarlarni mana shunday ro'yxatga qo'shib olgan holatda ularni yoki hammasini belgilashinglar mumkin yoki sahifadagi ma'lumlarni belgilab turib o'sha belgilanganlarini mana shu belgilanganlarni o'zingizlar xohlagan birjaga joylab yuborishinglar mumkin. Yoki agar bitta joylamoqchi bo'lsanglar, mana bu birjalar logotipi ustiga bosish orqali mana shu tovarni bitta birjaga yuborishinglar mumkin. Shuningdek, mana bu joydan sonini, suratlarini, rasmlarini yoki ishlab chiqaruvchilarni texnik parametrlarini ham to'g'rilab o'zgartirsanglar bo'ladi. Ikkinchi usul bu mana bu joyda sun'iy intellekt agentidan so'rash orqali bir nechta tovarni agar ketma-ket yozib ro'yxatdan tashlasanglar, u sizlarga o'zini bazasidan kerakli tovarlarni topib beradi, mos tovarlar topib beradi. Agar sizlarga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, mana bu joydan barchasini tanlash orqali o'zgartirishinglar mumkin, boshqa modelni tanlashinglar mumkin va buni sozlamalar bo'limidan kerakli birja chiqadigan qilib qo'yishinglar mumkin va yetkazib berish hududlarini tanlashinglar mumkin. Kafolat muddati va hokazo barcha ma'lumotlarni mana shu joydan sozlashinglar mumkin. Mana plus tugmasini bosib yangi chat yaratishinglar mumkin yoki mana bu tarixni bosib turish orqali oldingi chatga qaytishinglar mumkin va tasdiqlash va joylashtirishni boshlashni bossanglar, bu tovarlar mana bu joyda tovarlarim bo'limiga qo'shiladi va avtomatik joylanish boshlanib ketadi. Va mana bunday holatda yuborilib joylanadi hammasi. Kelinglar hozir bir ikkita tovarlarni joylab ko'ramiz. Masalan, mana shu ikkita tovarni joylashga beramiz. Agarda biror xatolik bo'lib joylamay qoladigan bo'lsa, mana bu joydan qayta tugmasini bosadigan bo'lsanglar, qaytadan yana moderatsiyaga yuboriladi. Mana ko'rib turibsizlar, joylashtirish boshlanmoqda. Yoki agar buni qilib ko'payib ketadigan bo'lsa, xatolarni qayta yuborishni bosadigan bo'lsanglar, barcha xatolikka uchraganlarni qaytadan yuborishga urinib ko'radi. Mana bu joydan UZEX yoki xatti xarid qaysi birjaga joylanayotganligini filtr qilsanglar bo'ladi. Va joylashtirib tugagandan keyin agar bu ro'yxat sizlarga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu joydan tugaganlarni tozalash bo'yicha o'chirib tashlashlar ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hozir mana shu ikkala tovarimiz birjaga joylanmoqda. Joylab bo'lingandan keyin agar kabinetingizga kirgan holda turgan bo'lsanglar, brauzerda e'lonni havolasini ustiga bosish orqali ana shu e'lon sahifasiga o'tib ketishinglar mumkin. Ko'rib turibsizlar, Canon printeri yuborildi, joylandi. Mana kabinetdan ko'rib turibman, joylangan. Lekin sun'iy intellekt tarafidan rad etilgan. Xo'sh, bu holatda nima bo'ladi? Bizning dastur o'zi avtomatik tarzda sun'iy intellekt rad etganini qaytadan bir marta yana to'g'rilab moderatsiyaga yuboradi. Bu faqat UZEX uchun, chunki sun'iy intellekt faqat UZEX ishlaydi. Va ko'rib turganingizdek, mana bunday avtotuzatish paydo bo'ladi. Avtotuzatishda qaysi joyi qanday qilib to'g'irlanganligi to'g'risida ma'lumot beriladi. Bu faqat Pro tarifi obunachilari uchun va Max tarifi obunachilari uchun ishlaydi. Shuningdek, mana bu joyda tovar yaratishda katalog bo'limi orqali ham tovar yaratishni maslahat beraman. Sababi bu joyda
bir nechta kategoriyadan o'zingizga kerakli bo'lgan kategoriyani tanlaydigan bo'lsangiz, barchasini, butun kategoriyani tovarlarning ichiga qo'shib olishingiz mumkin va bu joydagi tovarlarning moderatsiyadan o'tish ehtimolligi katta, chunki biz bu joyga saralangan tovarlarni joylashtirganmiz. Bu joydan ham o'sha sozlamalar orqali o'zingizga kerakli bo'lgan sozlamalarni o'rnatib olishingiz mumkin. Shuningdek, mana bu joyda sozlamalar bo'limida siz Corporation'dagi aloqa telefon raqamingizni kiritib qo'yishingiz mumkin va tovar joylash tezligini ham nazorat qilishingiz mumkin. Hamda joylashtirilishini ham o'zingiz nazorat qilishingiz mumkin. Masalan, UzEx bilan xaridga rus tilida joylasa bo'ladi. Agar tovar keraksiz bo'lsa, X qilib, ya'ni o'chirib yuborishingiz mumkin tovarni, yoki bularni ma'lum bir birjalar bo'yicha saralashingiz mumkin. Birorta birjani papkasiga solishingiz mumkin, yoki tovar nomi bo'yicha mana bu joydan qidirishingiz mumkin. Yana bu joydan bir nechta tovarni tanlab turib, uni boshqa bir korxonangizga ham o'tkazishingiz mumkin. Agarda sizda bir nechta korxona bo'lsa, chat orqali joylashni istamasangiz, X qilib agar bosib qo'yadigan bo'lsangiz, maydon kattalashadi va mana shu joydan bemalol boshqarib nazorat qilishingiz mumkin.